Hurmatli tadbirkorlar, bugun Agrobank ATV Izboskan filiali tomonidan o'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslarga beriladigan mahalla loyihasi bo'yicha tushunchalar beramiz. Bunda 5 yilga kredit ajratiladi. 2 yil davri bilan ayollarga 23% dan, erkaklarga 25% dan ajratiladi. Undan tashqari biznesga ko'mak loyihasi bo'yicha 4 yilga beriladi. 6 oy imtiyozli davri bilan 4 yilga ajratiladi. Plastik kartalarga tushiriladi. Undan tashqari biznesga birinchi qadam kreditimiz bor. 5 millionlik, bu ham 18 oyga berilib plastik kartalarga tushiriladi 25% dan. Undan tashqari faqat 312-qaror orqali yakka tartibdagi tadbirkorlarga hamda MCJlarga ajratiladigan 100 millionlik kreditlar mahalla loyihasi bo'yicha savollar bo'lsa bemalol berishlari mumkin. Savol borda. Savol shundayki, men bolalarim lider tadbirkor, Dambochadan keldim. Lider tadbirkor. Bizni firmamiz ham bor. Firmamiz qora chorvachilikka. Shunga kredit olsak bo'ladimi? Aylanma mablag'i ega 1 yil davomida oboroti bor fuqarolarga beriladi. Siz 50 millionga chorva mollari qilib mahalla loyihasi bo'yicha olsangiz bo'ladi. Buning uchun o'zini band qilgan holda kafil asosida beriladi.